YouTube sizlar bilan men Tracker 14 yaqinda yangi nick qo'yamiz. Xavotir olmanglar, nega bunaqa g'alati demanglar. Bugun sizlar bilan men olmagan meni kanalimda chiqadigan Red Minecraft. Hozir u haqida video ko'ramiz. Qani ket. Bu eski videolardan biri. Barchamizga salom qilaymiz. Mening ismim Derpin va yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun nima qilishimizni bilasizlarmi? Bugun hayvonlarimizni ovqatlantiramiz. Ha do'stlar, chunki hayvonlarga ham ovqat kerak. Va yana bir narsa, do'stim Deadbear'ning kanalida oxirgi vaqtlarda aktiv biroz tushib qolgan va o'ylab qarasam, agar hammamiz uni kanaliga o'tib obuna bo'lsak, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yib, barcha videolarini tomosha qilsak, juda ham zo'r bo'ladi va unga yordam bergan bo'lamiz. Chunki unda juda ham qiziqarli videolar tiqilib yotibdi har xil mavzularda. Xullas, zerikib qolmaysizlar. O'tinglar, mendan salom aytinglar, ссылка описаниеda va mana bu yerda tepada yozuv chiqishi kerak. O'shani bosib ham o'tishingiz mumkin. Va boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Birinchi navbatda hozir hayvonlarni sug'orishimiz kerak, ularni ovqatlantirishimiz kerak. Keyin ko'rsak bo'ladi, qishloqda nima gaplar ekan. Xo'sh. O, jitellar, nimalar bo'lyapti? Ha, dar, yaxshimisan? Ha, yaxshi, xayrli tong hammaga. Xayrli tong. Nima bo'ldi? Nimaga bo'ldinglar? Ha, o'zing qara, suv yo'q. Qanaqasiga yo'q? O, quduq qurib qolibdi. Aha. Qanaqasiga qurishi mumkin? Axir shuncha vaqtdan beri hammasi yaxshi edi. Bilmasak biz ham nima qilamiz endi? Hayronman. Sizlar bilmadimi, lekin men shu atrofdagi ko'llardan suv ola qolaman. Lekin uni ichib olmaydi. Nimaga endi? Hamma suvni ichsa bo'ldi. Axir biz Minecraftdamiz. Mayli, bilganingni qil. Okey. Ichib bo'lmasa ham, lekin hayvonlarga o'ylashimcha to'g'ri keladi. Va menda biroz bo'lsam toza ichimlik suvini zaxirasi menda bor, shuning uchun ham chanqab qolmasligim aniq. Xo'sh, qani kelinglarchi. Yaxshi. Xo'sh, hozir bularga mana suv qo'yib beramiz va yana ozgina yegulik berish kerak. Ammo menda bug'doy qolmagan, shuning uchun ham hozir mana bu yerdan olamiz. Bu do'stimni tomorqalaridan biri va o'ylashimcha olsam hech narsa demasa kerak. Hozir o'zidan ham so'rab ko'raman. Hoy. Nega uy bo'sh? Okey, menimcha uyda bo'lmasa kerak. Ishlar bilan ketgandir. Hozir qaysidan olsam ekan? Mana shu yerdan ola qolaman va o'rniga qaytarib ekib qo'yaman. Hammasi o'sib chiroyli turibdi. Umid qilamanki, olganim uchun meni o'smasa kerak. To'rt donasi yetadi, ha. Xo'sh, ularni joyiga qaytarib ekib qo'yaman va buni bug'doylarni, urug'larini tashlab qo'yish kerak, qaytarib. Kerak bo'lib qolishi mumkin o'ziga. Xo'sh, bu yerda hattoki sandiq ham yo'q. Mayli, shu yerga hozir qoldiramiz. Chunki kravatlar, sandiqlar ham narsa turgan edi, lekin g'oyib bo'lib qoldi. Balki yangi joyga ko'chgandir, ya'ni kim bilsin uni. Xo'sh. Umid qilamanki, suv bilan muammo tezda hal bo'ladi, chunki quyuqdagi suvdan hamma foydalanadi. Ovqat pishirishga, novvoychilikka, yana juda ham ko'p ishlarga. Shuning uchun ham o'ylashimcha jitellar shunchaki buni qoldirishmaydi va hammasini tuzatishadi. Unutmayapti. Hozir yoningizga kiraman. Ungacha esa videoga obuna bo'lishingiz va kanalga like bosishingiz mumkin. Xo'sh. Qani kelinglarchi, mana hammangizga ikkitadan. Hoppa, bo'ldi. Qiziq, bularni joniga tegimiz mumkin har kuni faqatgina bug'doy yeyish. Hayronman, lekin meni ishim yo'q. Xo'sh. Ular hali ham muhokama qilishyapti, suv bormi yo'qmikin. Okey, men esa qolgan Do'stlar, shu yerda pauza qildim. Negaki bu video qishlog'imizda arvoh bor videosi va bu videoda bu eski videosi, buni topolmaydiganlar uchun topish qiyin bu videolar, to'g'risini aytaman. O'zim ham bitta tanishim aytdi va men shuni chiqarishga qaror qildim. Chunki ko'pchilik topolmaydi Redder'da eski videolarni. Redder'da shuncha obunachisi bor, eski videolarni hamma yoqtiradi, men ham yoqtiraman. Shuning uchun ham o'zim ham ko'ryapman. Jimgina o'tirib, sizlarga ham ko'rishinglarga beryapman. Qani ketdik. Qiziq, bularni joniga tegimiz mumkin har kuni faqatgina bug'doy yeyish. Hayronman, lekin meni ishim yo'q. Xo'sh, ular hali ham muhokama qilishyapti, suv bormi yo'qmikin. Okey, men esa qolgan ishlarim bilan shug'ullanaman, chunki ishlarim juda ham ko'p. Nursan. Nimalar bo'lyapti? Kimni telefon jiringlayapti? Tunda ham tinchlik yo'q. Xayrli tun do'stlar yoki xayrli kech. Xo'sh. Nimalar bo'lyapti o'zi? Nursan, kim o'ynan ostida telefonda gaplashyapti? Yoki biron telefon qolib ketganmi, tushunmadim. Yo'q, meniki o'chirilgan. Xo'sh. Qo'ylar va hech narsa yo'q. Nursan.
Balki shunchaki tushib ko'rgandirman. Xarob bo'lishi mumkin. Qayta qolaman. Bu yerda hech kim yo'q baribir ham. Bekorga uyqum buzilgani qoldi xolos. Stop. Eshityapsizlarmi? Stop. Yo'q, bu tush emas. Rostdan ham qayerdandir telefonning ovozi kelyapti. Telefon jiringlayapti. Hoy, jitellar, agar bu prank bo'lsa juda ham yomon qilaman. Menimcha, jitellarni bu yerga aloqasi yo'q. Chunki hamma uylarni chiroq o'chirilgan va ana stop. Quduqda yorug'lik va buni qaranglar. O'sha yerdan ovoz kelyapti. Jin ursin. Hoy, kimdir bormi? Quduqdagilar yoki quduqdagi jin ursin. Balki u yerga birov tushib ketgandir. Yo'q, merni yoniga borish kerak. Balki birorta jitellarmi, bilmasam suv nega yo'q bo'lib qolganini tekshirish uchun tushgan va o'sha yerda qolib ketishgan. Jin ursin. Janoblar, jin ursin, axir chiroq o'chiq-ku. Yo'q bo'lsa kerak uyda. Anaroq bu uy emas, bu uning ofisi va bu yerda yo'q. Jin ursin, nima qilsam ekan? Yordamni kimdan so'rasam, hamma jitellar hozir uxlab yotishibdi va yo'q. Balki arqon tashladim, ammo arqonni qayerdan topaman? Hoy, kimdir bormi? Ovoz beringlar. Yordam kerakmi? Yo'q, do'stlar. Rostini aytsam, bu juda ham g'alati tush, chunki qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Ertalab hech narsa stop. Jin ursin. La'nati. Jin ursin. Yiqilib tushman shekilli. Nima edi? Menimcha meni jin ursin. Skeletlar qon. Ham yo'q. Ro'sinim yerda. Kimdir mana shu yerdan yorug'lik chiqayotgan ekan. Mana jin ursin telefon. Qon. Yo'q, jiringlayapti. Alo? Qo'yib qo'yishdi. Mana shu jiringlagan ekan, lekin qanaqasiga bu yerda telefon paydo bo'lib qolishi mumkin? Hoy, kimdir yordam bersin, jitellar. Yordam. Iltimos, kim bo'lsa ham. Menimcha bu yerga uzoq muddatga qolib ketdim. Yoki umid qilamanki ertalab biror odam keladi bu yerga va menga yordam berishadi. Uyg'on, chiqa qol tezroq. Ertalab bo'laman. Narvon. Jitellar, meni topdingizmi? Tirik ekansan. Chiqa qol, senga narvon. Ajoyib. Hozir. Bu yer juda ham qorong'u. Xo'sh. Qarab ko'r, u yerda tosh va narvon bor. Xo'p, hozir qidirib boshlayman. Menimcha topdim. Tosh va mana bu tosh. Shundan bu yerda bo'layotgan ishlarni hammasini aytib berish kerak. Narvon. Hozir yoningizga chiqaman. Xo'sh. Mana hozir yaxshi. Mana shu yerdan bo'ldi. Chiqsam ham bo'ladi. Jitellar, chiqyapman. Bo'la qol, kutyapmiz seni. Hozir yaxshi. Mana bu yoqqa va hozir ozgina qoldi. Xo'sh, hozir mana jinirsim. Mana. Chiqib oldim. Agar seni ko'rib qolmasak, ahvoling tang bo'lardi. Sizlarga katta rahmat. Lekin u yerda bilasizlarmi, politsiyani chaqirganingiz yaxshi bo'libdi. U yerda jasadlar har xil, qon va telefonlar turibdi. Aniq bittagina telefon, o'sha telefon jiringladi va men uni ovoziga bordim. Keyin esa meni yiqitib yuborishdi bu yoqqa. Sizni kim yiqitdi? Bilmayman, qanaqadir ayol edi. Unchalik ham eslab qola olmadim, ammo o'sha yerda juda ham ko'p qon va odam jasadlari bor. Aniq odam suyaklari. Okey, hozir hammasiga boramiz. Qayoqqa? Qaytaman hozir. Jin ursin. Umid qilamanki, mer nima bo'layotganini tushunib bera oladi, chunki bu yerda anchada beri yashaydi. Sizni tushundim. Bir daqiqa keyinroq qo'ng'iroq qilib yuboraman. Xo'sh, nima bo'ladi? Assalomu alaykum. Janob mer kecha kelgandim, ammo yo'q ekansiz. Xullas, men quduqqa tushib ketdim. U yerda esa qon yo'q, qon edi va odam jasadlari yotgan, aniqroq skeletlar. Va sen qo'ng'iroq ovoziga borgan yerga. Xo'p, qayerdan bildingiz? Bu qishlog'imizdagi eski afsona. Bu yerdagi kishilar hammalari boshqa qishloqlardan kelgani uchun bu afsonani biladigan faqatgina 4-5 kishi bor xolos. Va qanaqa afsona ekan?
Xullas, ancha yillar muqaddam bir oila bo'lgan va ularni qizchasi shu yerga tushib ketgan. Uni qutqaraman deb orqasidan tushgan ayol ham birgalikda bolasi bilan o'lib ketgan. Quduqqami? Aha, ularni tosh bosib qolgan. Tosh, ha, o'sha vaqtda ham suv tugab qolgan edi. Ha, tushunarli. Va bilasanmi bunga qanaqangi kun? 25 yil avval aynan o'sha hodisa sodir bo'lgan kun. Aytmoqchisizki, qanchadir yillar avval aynan shu kuni ayol va qiz quduqda o'lishgan, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Va tarix takrorlanyapti deb. Shuning uchun ham tunda qanot qo'ng'iroqlar bo'lsa, chiqa ko'rma. Ha, sizni tushundim. Katta rahmat. Va bu haqda hech kimga aytib yurma, ya'ni seni aqldan ozgan deb o'ylashmasin. Ha, katta rahmat sizga. Menga da qolay. Aha, o'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Ha, demak kelibman. O'zimdan 13-chi qushog'im yaxshi edi. Mayli. Aytgancha, politsiya qani? Ular quduqqa tushib ketishdi, tekshirishgani? Ha, axir jasadlar bor deding-ku. Yorug'likni ko'ryapman. Men ham emasdir. Kerak, axir ko'rmoqchiman nima bo'layotganini. Mayli. Janob Derb, sizni kutayotgan edik. Nima bo'ldi? Bu yerda hech narsa yo'q. Qanaqasiga hech narsa yo'q? Shunaqasiga, ha, rostdan ham. Nima axir? Stop. Tushunmadim. Balki yiqilib ketganingda shunday bo'lgandir, ha? Boshingni urib olgansan va ko'zingga ko'ringan. Ha, shunday bo'lishi mumkin. Balki shunday bo'lgandir, lekin to'g'ri aytasizlar. Menimcha shunchaki dam olishim kerak. Xolos, ha. Bo'lib turadi Derb. Xavotir olma. Lekin uzr sizlarni ham ovora qildim. Hech qisi yo'q. Tushunursin. Xo'sh, nima bo'ldi? Chiqishganda aytib berishadi. Demak, bularning barchasi haqiqat ekan. Bir yolg'on gapirmabdi. Ha, mana bu albatta sarguzasht bo'ldi. Yaxshi yotib dam olaman. Bularning hammasini unutishim kerak. Va endi quduqdan suv olishga ham qo'rqib qolmang, issiq tunda chiqishga. Yana kamga uyim quduqning yonginasi. Yaxshi yotib dam olaman. Bularning hammasini unutishim kerak. Va endi quduqdan suv olishga ham qo'rqib qolmang, issiq tunda chiqishga. Yana kamga uyim quduqning yonginasida. Mayli, hayvonlarga ovqat bera qolaman, chunki ular ham shuncha vaqtdan beri ovqatlanishmagan. Lekin avval biroz dam olishim kerak. Kimgadir bu video qiziqdi, kimgadir qiziq emas. Agar kimdirgadir oddiy bo'lsa qiziqayotgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiring va shu blogerning faqat videosini emas, seriallarni ham qo'yib berishga tayyorman men. Chunki men ham bu insonni juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun xohlagan insoningiz xohlagan serialni aytinglar, maktab serialimi, askar hayotimi, har xilini qo'yib berishga tayyorman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.